Qizlar qaranglar, men sizlarga bitta savollarga javob beraman. Krem olsammikan, sivırtka, ya'ni ampul olsammikan deyapsizlar-da. Ovqat yesammikan, suv ichsammikan? Nima degani bu narsa? Xuddi shunaqa qaranglar. Hech qachon bitta kremni o'zi siz xohlagandek yuzingizga natija bera olmaydi. Bu narsani tabiiy qabul qiling. И всё. Hech qachon bera olmaydi. Siz hozir birinchi navbatda agar sivırtka ishlatsangiz, buni molekulari zich bo'ladi-da. Yuzingizni bo'ralariga kirib borishi oson va buni krem bilan ishlatsangiz, kremning tarkibidagi foydali xususiyatlarni o'zi bilan birgalikda oladi-da. Yuzingizga singiydi. Bu degani yuzingiz ideal darajada bo'ladi. Ya'ni surgan narsalaringizning foydasi bo'ladi. Lekin siz hozir ampulani sursangizdagina ampulani surib ustidan krem surmasangiz ham u ham bo'lmaydi. Sababi bu prosta yuzni yopadi, plyonka hosil qiladi-da, tepaga ko'tarilib ketmaydi ampulangizda. Kremni o'zini ishlatsangiz, yuzni ichigacha ham kirib bora olmaydi. Endi sizga savol, qaysi yaxshiroq?